ko'rganingiz haftalik dayjest loyihasining navbatdagi soni. Biz bu yerda oliygohimizda sodir bo'lgan so'nggi voqealar va yangiliklar haqida sizlarga xabar beramiz. Efirda men Ikromxo'ja Sadillayev va hamkasbim Amin Ismoilova. Eslatib o'tamiz, bugun 2025-yil hisobidan haftalik dayjest dasturining so'nggi sonini ko'rib turibsiz. Shu sababdan biz bugungi sonimizni rasmiy xabarlarni e'lon qilish bilan emas, talabalar uchun foydali bo'ladigan yangiliklar va xush xabarlarni sizlarga taqdim etishni maqsad qilib oldik. Bakalavrdagi keyingi bosqichlarini Yaponiyada davom ettirish maqsadidagi talabalar siz uchun ajoyib imkoniyat. Yaponiyaning Tsukuba oliygohi magistratura hamda doktorantura bosqichi talabalari uchun grant dasturlarini e'lon qiladi. Eslatib o'tamiz, magistratura bosqichi to'liq grant taqdim etib, hujjatlar qabulini 2026-yil 15-yanvar sanasigacha qabul qilsa, doktorantura bosqichi esa to'liq bo'lmagan grant bilan o'z hujjatlar qabulini 26-yanvar sanasigacha qabul qilib oladi. Agarda ushbu xabar sizni qiziqtirgan bo'lsa, ekrandagi manzillar orqali to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Endi esa xush xabarlar bilan yuzlanamiz. 2025-yilning 22-dekabr sanasida Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkillashtirilgan Sharqshunos talabalar festivali g'oliblarining taqdirlash marosimi tashkil qilindi. Natijaga erishgan hamda taqdirlangan talabalarni ushbu yutuqlar bilan chin qalbdan muborakbod etgan holatda kelasi yilda barcha talabalarimizga ijtimoiy faollik hamda ta'limda yuksak natijalarga erishishini tilab qolamiz. Joriy yilning 23-dekabr sanasida darslar sifati bo'yicha o'tkazilgan talabalar o'rtasidagi so'rovnoma natijalari e'lon qilindi. Unga ko'ra 147 nafar ustozlarimiz 100% natija ko'rsatib, top 10 talikdagi ustoz professorlar ro'yxati shakllantirildi. Shu o'rinda talabalarga beminnat ta'lim berib kelayotgan ustoz va professorlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi yillarda ham doimiy zafar hamda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Xuddi shu kuni Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti xalqaro munosabatlar kafedrasi dotsenti Suhrob Bo'ronov O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan mukofotlandi. Ustozimizni ushbu natija bilan muborakbod etamiz va doimiy zafarlar tilab qolamiz. 25-dekabr kuni Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan siyosat maydoni tanlovining respublika bosqichi o'tkazildi. Unda oliygohimizning sharqshunos tahlilchilar jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Talabalarimizning ishlariga doimiy muvaffaqiyatlar hamda zafarlar tilab qolamiz. Qishki ta'tilda uyga qaytayotgan talabalarga qulaylik yaratish maqsadida qo'shimcha poyezd qatnovlari yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumotni quyidagi sahifalardan olishingiz mumkin. Rasman 31-dekabr, 1-, 2-, 3- hamda 4-yanvar sanalari barcha xodimlar uchun dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Yil davomida universitetimiz rahbariyati bir qancha foydali kelishuv va hamkorliklarga erishgan bo'lsa, ustoz hamda talabalarimiz ham o'zlarining bir qancha yuksak natijalari bilan barchamizni quvontirib keldi. Kelgusi yilda ulardan bundan-da ko'ra yaxshiroq natijalar kutib qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.